Dostlar, bugün biz Oyas ham İlyas ularım bilen fruktoviy jelek-jemish salata yasaymiz. Bolalar, sizga narsa ishlarga. Tak, İlyas sen banana ishlaysan, sen mandarina ishlaysan, yaraymi? Men bularning qolgan jelek-jemishlarini to'g'ray turaman. Şapmaqlab turibmiz, naturitib turibmiz. Ta'mirli bo'l, to'qliqli bo'la. Desert deb aytsak bo'laymi, mana bu salat, mana bu desert deb aytamiz. Bo'ladimi? Eye. Tirishib zaydaydi. Banan. No, bu jelek-jemishlar endi bor kibetlarda da bor. Любой jelek-jemish solib pishirsangiz da bo'ladi, yasasangiz da bo'ladi. Do'stlar, biz jelek-jemishlarimizni to'g'radik. Hozir endi uning ustiga yogurt solamiz. Aydayli o'g'lim. Aydayli. Qo'rqmish, sol. Aha, aylantirib olaydi. Молодец. Bo'ldi. O'g'lim, ayday, hozir sen ustini bezab berayli. Sol. Davay. Mana, молодец, davay, tag'in bir nechani sol. Mana. Oy, молодец, ayday, tag'in birini sol. Bir ikkini. Sol, davay. Mana bo'ldi. Hozir ayda o'g'limisin. Bizni solamiz. Mana sol. Aylantirib yema. Ayda. Oh. Endi ta'mli, appetitli. Tag'in azdan sol. Mana bo'ldi bu. Ayda o'g'lim, hozir biza. Davay, sol. Ayda soladi. Sol. Qo'rqmish, sol. Tag'in sol. 5-6. Aha. Ne bo'ldi? Tag'in bir ekan edi. Bo'ldi. Hozirda bo'ldi. Shuning bilan bizning jelek-jemish salati, desertimiz hazır. Ta'mli bo'lsin do'stlar.